10 kunda men otday bo'ldim. Bemorimiz Hasanxo'jayev Alisher aka klinikaga asosiy muammo xirurgik yo'nalish bo'yicha murojaat qilib kelganlar. Xirurgik yo'nalish bo'yicha davolandilar, lekin hamroh kasalliklar bo'yicha bemorimiz ancha yil oldin infarkt o'tkazganlar, bu yil yanvar oyida insult o'tkazganlar. Hamma narsa bu yerda qandli diabetni asorat. Tashxislari yurak ishemik kasalligi, gipertoniya kasalligi, qandli diabet, yurak yetishmovchiligi, buyrak muammolari, surunkali prostatit kasalliklari, hozirgi holatlari kelgan ancha yaxshi. Bu klinikaga kelganimda bosh barmoq chap oyog'imda o'zidan o'zi ko'karish paydo bo'ldi. Vrach men barmoqlarimni ko'karishini qaytardi. Bo'lmasa operatsiya qilinadigan oyoq edi pashti. Xudoga shukr qilaman. Bu yerda hamma doktorlar yaxshi ishlarkan. Fizioterapiyasi, massaji, unisiga osh-ovqatli hammasi vaqti-vaqtida. Medsestralariga gap yo'q. Men otdayman. Yaxshi bo'lib qoldim. Har tomonlama bitta oyog'im emas, hattoki sahrimni, yuraklarim infarkt bo'lganman, insultni o'tkazdim. Hamma kasalimni birma-bir tekshirib, muolajalar qilib turishdi. Klinikaga kelib davolansin, bularga gap yo'q. Hammasi xushmuomalali doktorlar.